Nima deb o'ylaysiz? Tradingda qaysi biri muhim? Psixologiya yoki strategiya? Meni shaxsiy fikrim, tradingda psixologiya eng birinchi darajali, eng muhim narsa hisoblanadi. Misol uchun, bitim ochgan vaqtda u bitim to'g'ri bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Agar o'sha paytda traderning psixologiyasi o'sha bitimni oxirigacha ushlab turishga yetmasa, u baribir bu bitimni yopib yuboradi. Ikkinchi misol, siz bitim ochgansiz, u bitim qanchadir minusda turibdi, lekin hali stop lossga yaqinlashmagan. Siz qo'rqib, mana shu bitimni yopib yuborasiz, lekin u bitim bari oxir-oqibat foydaga chiqib ketadi. Mana shu holatda ham psixologiya eng asosiy muhim rolni o'ynaydi. Psixologiya demoq hisobda savdo qilganingizda zo'r ishlaydi, to'g'rimi? Demoq hisobda sizda umuman qo'rquv bo'lmaydi. Siz bitimni xohlagancha ushlab turasiz. Lekin real hisobga o'tganda sizning miyangizda o'zingizning pulingiz yoki men o'zim pulimni yo'qotyapman degan narsa hissiyot bo'ladi va siz psixologiyangiz o'zi dars ketadi, psixologiyangiz zaiflashishni boshlaydi. Buning oqibatida siz ko'proq pul yo'qotasiz. Siz demoq hisobda qanaqa psixologiya bilan savdo qilgan bo'lsangiz, realda ham xuddi shuni psixologiya bilan savdo qilsangiz, hech qachon pul yo'qotmaysiz.